Bas qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiq ota, akamni burunroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hürmetlik Serdar. O qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xo'shal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qitim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon? Qamar, tez berib Tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindon bormi? Bu yerda mush birli zindon bor. Tez qichinglar. Juringlar. Cho'qim bir go'zal malika bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Mana nima bo'ldi? Serdar. Chataq bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heriq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Undaqda g'ayribchi, u Silining o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam,
Bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha, g'erib bu G'arib, tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? ma'qul. Sefer aka! Sefer aka! Guljamal, Sefer aka! Akamni topdinglarmi? yo'q, dexe. Assalomu alaykum, mehribon ana. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Azroq ashliq ag'ach keldim. Sizlarni yana avar qilib bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qanday rahmat aytsak bo'lar. Sefer aka. Sefer aka. Akam shahar kirib ketdimi-ya? Sardar, egallishimizcha, G'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinidi ekan. U xonga osiylik qilganligi uchun yoq yurtga palangan ekan, shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Sizmitiniz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qani o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. U sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi illiqsiz? Go'zallik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Menday g'ayrib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib keladisin? U dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar. Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? U bir vafodor go'zal malika. U toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'ayribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin.